O'zbekiston xalq yozuvchisi Abdulla Oripov. Abdulla Oripov 1941-yilning 21-martida Qashqadaryo viloyati Koson tumanida Neko'z qishlog'ida tavallud topgan. Oilada 4 o'g'il, 4 qiz bo'lib, Abdulla Oripov o'g'illarning kenjasi edi. 1958-yilda o'rta maktabni oltin medal bilan tamomlagach, Toshkent davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakultetining jurnalistika yo'nalishiga o'qishga kirib, oliygohni ham 1963-yilda imtiyozli diplom bilan yakunladi. Abdulla Oripov 1983-yilda Hamza nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Shu yili unga O'zbekiston xalq shoiri unvoni berildi. 1994-yilda Alisher Navoiy nomidagi Respublika davlat mukofotiga loyiq ko'rildi. 1998-yilda esa shoir O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlandi. Abdulla Oripov O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasining muallifidir. 1-marta respublika matbuotida Qushcha deb atalgan she'ri chiqqan paytda Abdulla Oripov talaba edi. Shoirning birinchi she'rlar to'plami Mitti yulduz esa 1965-yilda chop etilgan. Undan keyin Ko'zlarim yo'lingda, Onajon, Ruhim, O'zbekiston, Qasida, Xotirot, Yurtim shamoli, Jannatga yo'l, Hayrat, Hakim va ajal, Najot qal'asi, Yillar armoni, Haj daftari, Saylanma, Sohib Qur'on, tanlangan asarlar singari qator kitoblari bosilib chiqdi. Abdulla Oripov xalqimizni dunyo adabiyotining sara namunalari bilan tanishtirish borasida ham talay ishlarni amalga oshirgan. U Dantening Ilohiy komediya asarini, Ukrainka, Shevchenko, Nekrasov, Quliyev, Hamzatov singari shoirlarning she'rlarini ham mahorat bilan o'zbekchaga o'girgan. 2017-yil 24-mayda Vazirlar Mahkamasining Qarshi shahrida Abdulla Oripov nomidagi ona tili va adabiyoti fanini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab-internati tashkil etildi. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov 2016-yil 5-noyabr kuni AQShning Hyuston shahrida 75 yoshida vafot etdi.